Kitobning 77-beti 6-masala. A va B do'konlar bir xil rustumdagi mobil telefon narxiga chegirma e'lon qildi. Qaysi do'konda mobil telefon narxi arzonroq? Tushuntiring. Demak, chap tomondagisi bu A do'kon, o'ng tomondagisi bu B do'kon bo'lsin. Bular telefonlar bir xil va A do'konda narx 6.800.000 so'm, chegirma 12%, B do'konda esa narxi 8 million so'm, chegirma esa 25%. Birinchi navbatda demak chegirmani ayirib tashlab, o'zining narxini yozib olamiz. Ya'ni deylik, birinchisi A do'kondan boshlaymiz. O'zining narxi chegirmadan keyin qanday bo'lishi mumkin? Demak, narxi teng bo'ladi. Bu 100% dan ayiramiz chegirma foizini, ya'ni 12%. 100% dan 12 ni ayiradigan bo'lsak, 88% bo'ladi. Bu demak A do'kondagi chegirmadan keyingi narx. Endi B do'kondagini ham xuddi shunday hisoblaymiz. Ya'ni 100% dan biz chegirmani, ya'ni 25% ni ayirib tashlaymiz. Narxi teng bo'ladi 100% ayrilgan 25%. Bu 75% bo'ladi. Demak, B do'konda narxining 75% ga olsa bo'ladi. Chunki 25% bunda chegirma. A do'konda esa 12% da. Endi ularning narxini aynan mana shu foizlarni topamiz. Deylik, A do'konda 6.800.000 bo'ladigan bo'lsa, bu yerda uning 88% ni, B do'konda 8 million bo'lsa, uning 75% ni hisoblab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, A dan boshlaymiz. 6.800.000 ning 88% bu, ya'ni 88 taqsim 100 deb olamiz va bu yerda 100 bilan 6.800.000 ning ikkita, demak, noli qisqarib ketadi va javobimiz 68.000 ko'paytirilgan 88 bo'ladi. Teng. Buni keling biz kalkulyator yordamida hisoblab olamiz. Ya'ni 68.000 ga biz 88 ni ko'paytiramiz. Shunda natijamiz 5.984.000 so'm bo'ladi. Bu demak A do'kondagi narxi. Chegirmadan keyingi narx. Endi biz B do'kondagi narxining, ya'ni 8 million so'mning 75% ni topishga harakat qilamiz. Ya'ni 8 million va buning 75%, ya'ni 75 taqsim 100 deb olamiz. Shunda 100 bilan 8 million qisqaradi, nollarni qisqartirib yuboramiz va natijamiz 80.000 ko'paytirilgan 75 bo'ladi. Biz buni ham hisoblab olamiz. 80.000 ni biz 75 ga ko'paytirsak, demak 6 million so'm bo'ladi. Endi e'tibor beramiz. Bizda ikkita do'kondagi narxlar ham chiqdi. Demak, A do'konda 5.984.000 so'm, B do'konda esa 6 million so'm. Albatta, qaysi biri arzonroq? Bu A do'kon. Shuning uchun qaysi do'konda mobil telefon narxi arzonroq deganda biz A do'kon deb olamiz. A do'kon arzonroq ekan. Buni javob sifatida belgilab olamiz. Va biz keyingisiga, ya'ni 7-masalaga o'tamiz. Malika opa yillik omonat foizi 2% bo'lgan A bankka 20.000 AQSh dollar omonat qo'ydi. Demak, mana shuni belgilaymiz. 20.000 AQSh dollar va foizi 2% hisoblanadi. Endi Jamila opa B bankka 10.000 AQSh dollar va C bankka esa 10.000 AQSh dollar omonat qo'ydi. Har ikki bankning yillik omonat foizlari 1% dan belgilangan. 1 yildan so'ng Malika opaning bankdagi pullari Jamila opanikidan ko'proq bo'ladimi? Javobni izohlaymiz. Ya'ni birinchisida Malika opa edi. Demak, Malika opa bu yillik 2% ga 20.000 AQSh dollar qo'ydi. Endi Jamila opa esa bu 10.000 AQSh dollar va yana 10.000 AQSh dollar qo'yadi. Lekin u qo'ygan banklarda foizlar 1% ni tashkil etadi. Endi qaysi birida ko'proq? Demak, pastdan yozamiz. Malika opa bunda holat qanday? Demak, yillik foydasini birinchi topamiz. Bu 20.000 dollarining 2% edi. Demak, 2 taqsim 100 deb olamiz. Shunda 100 bilan 20.000 nollari qisqaradi. Ifodamiz 200 ko'paytirilgan 2 bo'ladi. Bu 400
AQSh dollariga teng. Bu Malika opaning bir yilga topishi mumkin bo'lgan puli. Endi ikkinchisi. Bizda Jamila opa edi adashmasam. Jamila opa esa Jamila opa demak u ikkita bankdan foyda ko'radi. Demak birinchi foydasi bu A bankdan $10,000 qo'ygan, u yiliga 1% beradi. 1% ni 1 taqsim 100 deb olamiz. Shunda 100 bilan 10,000 nollari qisqaradi va natijamiz 100 ko'paytirilgan 1 bo'ladi, ya'ni $100 bo'ladi. Bu birinchi foydasi. Endi ikkinchi foydasi bu B bankka qo'ygan $10,000. Unda ham xuddi shunday $10,000 va yiliga 1%. Bunda ham natija bir xil bo'ladi. Ya'ni 100 ko'paytirilgan 1, ya'ni $100 bo'ladi. Endi jami foydalari esa jami foydasi ikkalasining yig'indisi. Ya'ni $100 plus $100. Bu $200 foyda ko'rar ekan. Bu Jamila opaning demak foydasi. Albatta Malika opa $400 topganligi uchun u Jamila opadan $200 dan ko'p bo'ladi. Pastda yozamiz $400. Albatta katta $200 dan. Shunday ekan, javob Malika opa ko'proq foyda ko'radi. Malika opada ko'proq. Ushbu javobni belgilab olamiz. Va bizda demak o'zimizni tekshirishimiz kerak. A va B bor. Men chegirma, QQS va omonat foizini hisoblashni bilaman. Yuqorida masalalarni hisoblagandik, shuning uchun bunga hisoblashda bilaman deb galochka belgisini qo'yamiz. Keyingisi men foizga doir matnli masalalarni yechishni bilaman. Biz aynan matnli masalalarni yechdik, shuning uchun bunga ham galochka qo'yamiz. Va oxirida bizda o'ylab ko'rish uchun yana bitta masala bor. Guldonning narxi 64,000 so'm. Yanvar oyida Aziza guldonni 20% chegirma bilan xarid qildi. Iyun oyida katta chegirmalar vaqtida esa u xuddi shunday guldonni 30% chegirma bilan xarid qildi. Agar Aziza har ikki guldonni iyundagi chegirma vaqtida sotib olganida qancha mablag' tejashi mumkin edi? Demak, guldonning narxi o'zi 64,000 so'm. Demak, yanvar oyida bitta guldonni 20% chegirmaga, iyun oyida 30% chegirma bilan oladi. Endi ikkalasini agar iyunda olganda qancha foyda ko'rish mumkin edi? Buni bilish uchun biz quyidagicha yozamiz. Demak, birinchi holat deymiz. Bu 20% chegirma yanvar oyida va 30% chegirma da oladi. 20% va 30%. Endi biz ikkinchi holatni ko'ramiz. Ikkinchi holatda ikkalasini ham iyunda oladigan bo'lsa 30% chegirma va yana 30% chegirma olishi mumkin edi. Va bularning farqini topishga harakat qilamiz. E'tibor bersak, birinchi holatda 20-30, ikkinchi holatda 30-30. Va bunda biz qancha tejash mumkin ekanligini bilish uchun e'tibor beramiz. 30 larga indamaymiz, lekin ikkinchisida 30%, mana bu yerda esa 20%. Demak, bularning farqi 30 minus 20, ya'ni 10% bo'ladi. Demak, farqi 30% ayrilgan 20%, ya'ni 10% bo'ladi. Va aynan mana shu 10% ni topishga harakat qilamiz. Guldonning narxi 64,000 so'm edi va mana shu 64,000 ni 10% ni topamiz. 10% ni 10 taqsim 100 deb olamiz. Shunda 100 bilan 64,000 qisqarib ketadi. Natijamiz 640 ko'paytirilgan 10 bo'ladi. Bu 6400 so'm degani. Aynan mana shu pulni tejashi mumkin edi. Demak, javob 6400 so'm tejashi
mumkin edi. Ushbu javobni belgilab qo'yamiz. Va ushbu betdagi barcha masalalarni yechib hisoblab oldik. Keyingi betlarga o'tamiz.